do'stlar, hammaga salom, sizlar Milner brand kanalidasizlar. Elaga bugun nerealniy Elaga bugun nerealniy juda ham qiziq video bo'ladi. Menimcha bilasiz kerak, qanaqa video bo'ladi. Yo'q, hozir bilmayman, to'g'risi. Bugun ko'chada bo'ladi. Ko'chadagi любой bitta random odamga boramiz. U yoqtirgan shu muxlislik qiladigan jamoasini formasini beramiz, ko'ramiz. Bu yerda zadaniyalar bor. Ishtirokchilar qanchalik tayyor o'zini yoqtirgan jamoasini formasini olish uchun. Tipa krit zadaniyalar bo'ladi ko'chada. Zo'r. Bas misol uchun siz Real fanatsiz, Real forma kimdir beraman desa nimalarga tayyor bo'lardingiz? Bir narsa tayyor bo'lardi. Misol uchun men Barselona fanatiman deb baqishga tayyor bo'larmidingiz? O'sha forma. Yo'q, lekin unaqa emas. Xo'p, do'stlar, hozir biz buni bilib olamiz. Xo'p, bolalar, mana biz shu do'konga keldik. Mana formalarni ko'ryapsizlar. Barsa, Al Nassr, bu yoqda Portugaliya, City, yangi mana formalar Barsa bilan Real'dagi. Xullas formalar ko'p. Oxirida bitta koptok ham kimdirgadir beramiz. Hozir borib randomni odamga zadaniyani berishni boshlaymiz. Ko'ramiz qanchalik bolalar o'zini yoqtirgan jamoasi uchun yoki yoqtirgan futbolchisi uchun zadaniyalarni bajarishga tayyor. Nima deb o'ylaysiz aka? Menimcha mana Portugaliya formasi uchun bu narsaga tayyor bo'lishadi deb o'ylayman. Ha, Portugaliya, Timo Ronaldo uchun mana spesialni Al Nassr ham bor. Xo'p, do'stlar, mana sovg'alarni oldik. Lokatsiyaga hozir borib ko'ramiz qanchalik komandalarga sodiqsizlar, nimaga tayyorsizlar formani olish uchun. Shunda ketdik elaga. Ketdi. Davay. Xo'p, mana bolalar, biz kerakli lokatsiyaga yetib keldik. Hozir xalqlar do'stligidamiz. Mejikka ham o'tib boramiz. Bolalarni ko'ramiz. Uje qanchalik tayyor formalarni olish uchun. Magic City'dagilar kuchinglar bizani. Ha, biz ketdik. 70-75. Yaxshi. Hozir zadaniya qanaqa bo'ladi? Bilasizmi aka? Qanaqa bo'ladi? Birinchi zadaniya xullas Real formasini olish uchun shunda boramiz bitta любой odamga, randomni odamga futbolka almasha olasizmi deymiz. Mana City formasi yangi, bitta sharti bor. Olish uchun, qo'l mana yangi, ko'ryapsiz. Futbolka almashimiz kerak. Shunga rozimisiz yo'qmi? Ha? O'ylab ko'raylik lekin. Mayli, sog' bo'ling. Hali ming afsus, yo'q dedilar. Okey, mana shu Barsa formasi uchun yangi forma ustidagi futbolkaga almashgan bo'larmidingiz? Nima? O'zi Abdushi fanat Uyimda bor-da o'shaning uchun. Ayoy, xo'p, qancha bergan bo'lasiz mana shunga ikkinchi shartni? Mana okey, yangi forma, bemalol. Shortiga bilan. Ha, yangi forma mana. Barsaning muxlislari ekan, prям fanatsiz. O'shaning uchun-da. To'g'ri, olasiz bo'ldi aka. Kimlar beraman-da, to'g'ri, buni olib ketasiz. Ну, tipa shunaqa. Ko'ramiz. Bo'ldi, rahmat aka. Futbolga qiziqasan ukam? Qaysi jamoaga muxlisingizsan? Barsaga qara. Hayotda Barsaning yangi formasi bor. Faqat bitta no tomoni bor. Buni yutib olishing uchun futbolga almashga bo'larmiding? Almashasanmi? Tipa menga buni berasan, men senga buni berib yuboraman yangi. Tayyormisiz? Davay aka. Mana birinchi pochim bor. Mana bratishkamiz Barsaning Abdushi fanat ekan, hozir futbolga almashamiz. Hech davay. Hozir bratishka bilan futbolga almashamiz. Mana bratishka уже birinchi zadaniya bajarildi. Mana ukam senga bu, hamma esa menga. Hozir kiyib ol. Sal kattaroq bo'ladi. Yaxshi. Chiroyli forma, peredelka qilsang zo'r bo'ladi. Uka, men ham senga, men futbolga kerak emas. Rozi bo'lganing uchun senga rahmat. Sen Barsani fanat ekansan. Davay, ukam 5 top qo'y. Yaxshi emas lekin Barsa fanat ekan. Taniysanmi sen? Maxsus Killer ekan. Aka, mana qarang, mana bu yerda Real formasi bor. Sizga razmer yangi mana, prям zo'r chiqqan. Necha pul bergan bo'larsiz mana shunga? Pul yo'q o'zi. Xo'p, unda qarang. Sal qiyinlashtiramiz. Mana shu formani yutib olish uchun men Barsani muxlisiman deb bersangiz bo'ldi. O'ylab ko'ring lekin. Yaxshida sotilmaydi. Sotilmaydimi? Yaxshi, bo'ladi aka. Kim muxlissan? Real Madridmi? Formani olish uchun hamma narsaga tayyormisan? Sen ham hamma narsaga tayyormisan? ko'ramiz. Barsani muxlisiman deb baqirib bersang bo'ldi, berib yuboraman.
Через bersangiz tepaman. Chelsiga tepib berasan. Bo'ldi. Chelsiga tepib berasan. Bo'ldi. Ukamiz hozir Chelsiga tepishga tayyor. Gazonga Lokitaga Chelsiga tepib bersa, agar Ronaldo urdi-yu, Juventusga o'shaqa tepib bersak zo'r bo'lardi. Davay. Shuni otib Chelsiga qaychi, davay. Voy malades! Gap yo'q bratishga, joning sog' bo'lsin. Mana. Beringlar mana uka. Gap yo'q. Real uchun hamma narsa tayyor ekansan. Prям Real uchun hammasiga tayyor ekansan, nastashi fantaga. Nima deysiz aka? To'g'ri. Yana bitta savol bor, Realning hozirgi o'yini haqida qisqacha. Ha, qisqacha. O'zi futbol ko'rasanmi yo'qmi? Mbappe ketsa zo'r bo'ladi. Yo'q, Eshitdinglarmi? Mbappe ketsa zo'r bo'ladi. Mana shu bola aytdi. Bosgazim ukam. Da, ukam, Abdushi, rahmat senga. Sog' bo'lgin. Kim qaysi komandaga? Real Madrid. Sizchi? Barselona. Sizchi? Liverpool. Sizchi? Barsa. Kim paket berishga tayyor o'zini jamoasini formasini yuchish uchun? Prям Van Deklar beradi-yu, Ramslar o'shanga o'xshab paket berishga. Kim tayyor? Brad Bridget paket berishga tayyorlar. Hozir ko'ramiz. Yozib ketinglar qanchalik o'shtoqliklar Ramsda paketiga. Brad tayyorlar, prям заряженныйlar. Hozir yil paketini ko'ramiz. Xo'p, mana bolalar sizlarga action bo'lish uchun, yana напряженный bo'lish uchun o'zim video qilaman. Brat hozir menga patka tashlab olib qo'yishlari kerak. Hozir bilmayman qanchalik o'xshtoqlaymiz. Davay, ketdi. Gap yo'q lekin, aka Abdushi. Yil patkasi bo'ldi, prям Abdushi berdi. Mana aka, yangi mana Portugaliyaniki. Abdushi, xudoga rahmat. Bo'ldi. Gap yo'q. No lekin Abdushi bo'lish kerak. Bolalarni gol urganda ko'rgansizlar, Angliyada bundoq sirpanadi-yu, ikkita tizim. Mana shu yangi forma uchun tayyorsiz hozir. Tayyormisiz, brat? 1, 2, 3, ketdik, qani? Yaxshi, brat, yaxshi. Zo'r, Abdushi mana Real formasi. Har kim qilolmaydi degan. Shunaqa lekin har kim qilolmaydi buni. Barsani Abdushi fanatisi. Mana shu formani olish uchun nimaga tayyorman dedingiz mana? Men Realni fanatiman deb bitta baqirib bersangiz, boshqa shartmi? Bu necha pul bergan bo'lardingiz? Mana boshqa shart mana. Yo'q, hozir qancha bera olasiz? Prям данный moment. Cho'tagingizda qancha bor? Qancha bera olasiz? Qancha bor emas, qancha bera olasiz bo'ldi? 50lar. 50lar naqd berasiz hozir. Brat, 50 ming so'mga Barsani sotib olyaptilar. Men o'ylashim bo'yicha Barsa muxlisi uchun bu kam deb o'ylayman. Endi kelishdi xullas. 50 mingga kelishdi, bo'ldi. Aqllanadi, Real fanatiman. Shunaqa joyi bor-da. Brat, 50 ming qani? 50 ming mana. 50 mingni berdilar Barsa formasi uchun. Oka, gap yo'q. Agar yoningizda plyus bo'lganda qancha bergan bo'lardi? Faqat to'g'risini ayting. 150 lar bergan bo'lardi. Katalog bor edi bu yerda. Yoningizda borgan pulingizni berasiz, 50 mingni berasiz. Agar bo'lganda 150 gacha bergan bo'larsiz mana forma uchun. Bo'ldi. Brat 5, gap yo'q. Sizga sog' bo'ling. Hozir yengil shart ber. Qarang, aka, faqat Al-Nasrga qoldi, Real qolmadi. Endi Ronaldoga ancha bo'laveradi-yu. Faqat qizlarning oldiga borib turib, suyuq berishingiz kerak. Mana oson shart. Buni ham qilmasa deb bilmayman endi, aka. Tayyormisiz, brat? Davay, sizga ishonaman, aka, davay. Esta afición está para vosotros. Yaxshi, brat, yaxshi. Zo'r, Abdushi, brat, mana sizga Ronaldoni Abdushi fanat ekan, mana, aka. Rahmat. Do'stlar, bu faqat video uchun edi, to'g'ri tushunasizlar. Hech kimda ham kamsitish unaqa niyat yo'q. Prosta bu shart shunaqa, video uchun qilindi. Aka, Abdushi. Rahmat aka. Xo'p, do'stlar, biz ana shu legendarniy Magic Cityga keldik. O'sha mashhur etaknoma Magic City. Xo'p, aka, bizda atliga ikkitagina shart qoldi. Birinchisi shu, men Barsani yoki Real fanatiman deb baqirishi. Ikkinchisi Vartasga prejok qilib berish kerak. Vartasga prejok otilib berish kerak. Qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, mana akamiz Manchester United muxlisi ekan. Kakas menda Manchester City formasini qoluvdi. Men aytayotdim, shu bu qiyin zadanlardan biri edi. Akamiz Abduqodir uchun, Husanov uchun gap yo'q 5. Hozir endi iloji boricha maksimal Abdushi, men Manchester City muxlisiman deb baqirib bersangiz bo'ldi, brat. Tayyormisiz? Men Manchester City muxlisiman. Yaxshi, epladi. Endi epladi aka. O'xshadi. Brat Abdushi mana aka sizga kattaga rahmat. Aka, rahmat sog' bo'ling sizga. Rahmat aka. Video o'tdik. Oxirgi sovg'amiz mana shu kakas qo'lam qo'yilgan, oxirgi koptok. Buni yutib olish uchun bitta sharti bor. Vartasga otilib berish kerak. Vartas? Da. Davomli otilish kerak Vartasga o'xshab. Shunda men otib beraman. Tipa koptoni himoya qilib o'ziga olib qolasiz. Brat, siz tayyorsiz otilishga? Da.
Koptok uchun. Bo'ldi. Legendarniy prejok qiladi mana shu koptok uchun. Yomon bo'lsa kerak hozir. Tayyormisiz, brat? Bormi aka? Tayyormi? Ey, gap yo'q, brat, lekin Alloh, brat, addush. Shu mo'shni prejok chiqdi, ko'rdinglar, mana brat, gap yo'q. Nima desa bo'ladi? O'zini fidoyi ham qor desa bo'ladi, aka. Mana bratam shartni bajardilar, oxirgi shartida. Bu eng qiyinrog'i menimcha, lekin chunki eng qiyini chunki otilish kerak, bu yerda patkat emas. To'g'ri, patkatda ham Chelsea ham qiyin, bu javob chiqadi. Mana ko'ryapsizlar qanchalik qiyin bo'lganini. Mana aka, o'sha koptok sizga Abdushay rahmat. Sog' bo'ling, tinch bo'ling. Gap yo'q lekin prejok uchun. Xo'p, do'stlar, mana ko'rdinglar, ishtirokchilar shartni maksimalni bajarib berdi. Prям oson shartlar emas edi, to'g'rimi lekin? To'g'ri. Ayniqsa oxirgisi. Ayniqsa oxirgisi yana juda qiyin. Qo'liga. Shunaqa formatdagi video yoqayotgan bo'lsa, 3000 ta like yig'inglar. Keyingi safar aka bilasizmi qanaqa qilamiz? Nima qilamiz? Keyingi safar bitta rayonni kommentariyada yozib ketasizlar, faqat o'sha rayonda sovg'alar tarqatib yuramiz. Kommentariyada обязательно yozinglar. Qaysi rayon ko'p yiqsa, kommentariyada ana shu rayonga boramiz. Nima deysiz, aka? Juda qiziq bo'lsa. Juda yaxshi variant bo'ladi deb o'ylayman. Juda zo'r variant bo'ladi. Imni Toshkent bo'yicha rayonlarni yozinglar. Qaysi rayon ko'proq komment yiqsa, ko'proq ovoz yiqsa, o'shanga boramiz. Xo'p, do'stlar, video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kommentariy yozinglar, bizni qo'llab-quvvatlaylar. Bu juda biz uchun muhim. Unda keyingi videoda ko'rishguncha, aka. Keyingi videoda ko'rishguncha.